Do'stlar, va nihoyat 25 mingga qo'ydik, 20 mingga tushirdik, 16 ming dollarga savdosini qildik, qadrdonlar. Hozir ma'lumotlarni beraman. Bu video roligimizni yengil mashinaga, katta mashinani barter qilaman degan akalarimga tashab qo'ysalaring, hisobini chiqarishlari oson bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Lovullab turgan 65-20 miz va nihoyat Samarqand viloyati Narpay tumanidagi akalarimizga nasib qildi. Bilasizlar, bu texnika haqida oldingi videolarda ma'lumot berganmiz. Motorlar qilingan, turbinalari bittalik qilib, xudo xolasa umuman avtorasxod yo'q, korobkalarni ham yangi qo'yishgan, akkumulyatorlari ham yangi. Mana bu tomonda 4 ta baloni ham yangi holatda turibdi, ko'ringlar. Xudo xolasa hech qanday xarajati yo'q texnikani. Olasiz, sirasi ishga tushadigan texnikani 2012-yilda ishlab chiqarilgan, 190 ming probekda yurgan. Faqatgina shu chat krelosida ozgina petnosi bor ekan. Lasetti ikkinchi pozitsiyaga barter bo'ldi. Ya'ni bu Lasettini tepasidan 11 ming dollar pul berishdi. Bu Lasettini bir 5 ming atroflarida pichdik. Mashina pulish 5 ming atrofida buni narxini chiqarib berdi. Lasetti tepasiga 11 ming dollar, ya'ni 16 ming dollarga bu texnikamiz baraka bo'ldi, qadrdonlar. Bilasizlar, o'zini dizel motoriga metan ustanovka qilingan. Mana aytib o'tganimiz umuman avtorasxod qilingan kabinalari ham radnoy holatda turibdi. Umuman DTP bo'lmagan, kuch bilan tiniqligini ko'ringlar. Havas qiladigan darajada. Faqatgina aybi shu o'rta mozga 2 ta balon qo'yish kerak, orqaga bitta balon qo'yish kerak. 3 ta balon xolos kamchiligi bu texnikamizni. Ko'ringlar. Holati yaxshi. Salondan olgan odamdan bu akalarimiz olishgan ekan. Bu Lasettida ham holati yaxshi. 190 ming probek, ikkinchi pozitsiya. Ko'ringlar. Bu video roligimizni katta mashinaga kichkina mashinani barter qilib, narxini chiqarib olaman, qanaqa qilib chiqarsam bo'ladi deb yurgan do'stlaringizga tashab qo'ysalaring, hali narx-navoni bir-birlariga razницасini kelishib olishlari osonroq bo'ladi. Imkon servis kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Olganga ham, sotganga ham Alloh baraka bersin.